Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tili bilan 30 hissa. Bugun 4-hissa. Ruqya davosi. Bu hadis Imom Buxoriyning sahihlaridan keltiriladi. Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Qala intalaqa nafarun min ashabin nabiy sallallohu alayhi vasallam fi sufratin safaru hatta nazalu ala hayyin min ahya'il arab. Abu Said al-Khudri roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bir necha sahobalari safar qildilarda, arab qabilalaridan bir qabilaga to'xtadilar. Fastazafuhum fa abaw an yuzayyifuhum. Sahobalar ana shu o'zlari to'xtagan qabila kishilaridan mehmon qilishlarini talab qilishdi, ular bosh tortishdi. Faludiga sayyidu zalika al-hayy fasa'u lahu bi kulli shay'in la yanfa'uhu shay'un. Bu sahobalarni mehmon qilishlikka bular ko'nmadi. Qishloqdan chiqib ketishdi tashqariga. Va mana shu kechasi, mana shu tunda shu qabila boshlig'ini chayon yoki ilon chaqib oldi. Ular har yoqqa yugurishdi, qo'llarida bor chorani qilib ko'rishdi, lekin foyda bermadi. Shunda ana shu qabila kishilaridan ayrimlari o to'xtagan odamlarning oldiga boringlarchi. Ehtimol ularda bir dori yoki biror bir chora bordir. Fa atawhum faqalu ya ayyuhar raht inna sayyidana ludiq. Ular ana shu qishloqning bir chekkasida turgan yoki qishloqning tashqarisida turgan kishilarga borib, sahobalarga borib, "Ey qavm, bizni sayyidimizni bir narsa chaqib oldi, ilonmi, chayonmi, chaqib oldi. Biror narsadan nafi bo'lmayapti. Sizlarda bir chora, biror bir iloj, dori bormi?" deb so'radi. Shunda sahobalardan biri aytdi: "Qala ba'duhum, na'am, wallahi inni la urqi, walakin istazafnakum falam tuzayyifuna, fama ana biraqin hatta taj'alu lana ju'lan fasalahuhum ala qati'in min al-ghanam." Sahobalardan biri aytdi: "Ha," dedi. "Men," dedi, "ruqya o'qiyman, Allohga qasam," dedi. "Ammo men," dedi, "to meni qiladigan xizmatimni, haqqini to'lab bermaguninglarcha o'qimayman ruqyani," dedi. "Chunki sizlardan mehmondoshlikni so'raganimizda sizlar unamadinglar," dedi. Chunki qadimda ham, hozirda ham bu mehmon kelganda uni qornini boqishlik mehmonga ko'rsatilgan saxovat emas, mehmonning haqqi hisoblanadi. Shariatimizda ham uyingizga kelgan mehmon 3 kungacha sizning uyingizda tunab ovqatlanishga haqqi bor. Bu mehmonlar, sahobalar ana shu qabila kishilaridan o'zlarining haqlarini so'ragan edi. Bizning haqqimiz, bizni mehmon qilinglar deganda bosh tortdi. Shuning uchun aytayaptiki, endi men ham bekorga o'qimayman, deyapti. Bir to'p qo'yni mana shu qilgan xizmat uchun berishlikka kelishdi. Ruqya o'qib dam solib qo'yadi, bir poda qo'yib beradi. Fantalaqa yatfulu alayhi va yaqra'u alhamdulillahi robbil alamin fakannama unshita min iqalin fantalaqa yamshi va ma bihi illatun. Bir sahoba bordi-da, boyaga ruqya o'qiyman degan odam borib, haligi odamga yengil tuflab, dam solib, alhamdulillahi robbil alamin o'qidi. Fotiha surasini o'qidi, yengil tuflab dam solib ruqya o'qidi. Bu qavmning sayyidi tezda o'rnidan turdi. Xuddi bir dardi yo'qdi, shart turdi-da yurib ketdi. So'ngra ular bu sahobalarga va'da qilgan bir to'p qo'yni berishdi. Shunda qo'yni o'zlariga olishib olib, ayrimlar aytdiki, endi bo'lamiz deydi. Taqsim qilamiz dedi. Shunda boyaga ruqyani o'qigan sahoba Rasulullohga borib, Rasulullohning oldiga borib, bo'lgan narsani aytmagunimizcha, bizga nima buyurishini eshitmagunimizcha bo'lmaymiz dedi. Rozi bo'lishdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelganlarida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Va ma yudrika annaha ruqya." Buni ruqyaligini qayerdan bildingiz dedi. Dedi-da kuldi. Kulib turib, "Bo'linglar," dedi. "Taqsim qilinglar, menga ham bir qismini beringlar," dedi. Hadis nihoyasiga yetdi. Mana endi hadisdan olinadigan saboq.
Hadisdan olinadigan saboqlar. Sahobalar bu qishloq ahli ularga bir muruvvat, saxovat qilmasa ham ularga yaxshilik qilishaverdi. Chunki bular musulmon edi. Bular Alloh taoloning buyrug'iga amal qiladigan qavm edi. Alloh nima degan edi? Idfa billati hiya ahsan fa idhallazi baynaka va baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Siz deydi Alloh taolo, har qanday yomonlikni eng go'zal so'zlar bilan daf qiling. Ya'ni yomonlik qilgan bo'lsa ham chiroyli so'z gapiring, chiroyli muomala qiling. Shunda banogoh siz bilan o'rtalaringizda adovat bor bo'lgan kimsa qaynoq, sodiq do'st kabi bo'lib qoladi. Senga yomonlik qilganga yaxshi muomala qilaver, zo'r do'stingga aylanib qoladi. Hozir odamlar bir-birini kechirib qo'yishlik kamayib ketgan. Unaqa yomon muomala qilsa, yaxshi gapirishlik zaiflik belgisi bo'lib qolgan. Sizga birov qo'pol gapirsa, sizni dilingizni og'ritsa, siz yana bunga bir kamtarlik qilib, kechirimli qilib gapirsangiz, go'yoki undan bir qo'rqayotgan bo'lib ko'rinasiz. Shunaqa kasal avj olib ketdi. Sahobalar ularga muruvvat qilishdi. Ikkinchidan, Fotiha surasi bilan o'qib dam solinganida mana shu zaharli gazandani zahariga dori bo'ldi. Birodarlar, Qur'on Allohning izni bilan shifo bo'ladi. Qur'on o'qib dam solishlik bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalardan vorid bo'lyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu narsani to'g'ri bo'lganligini aytayapti. Qur'on faqatgina sehr yoki bir hasharotlar chaqqandagina dori bo'lib, boshqa kasallarga dori bo'lmaydi desak, qattiq xato qilamiz. Mo'min kishini hamma dardiga shifo bo'ladi. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ibn Mojadan keltirilgan hadis, Ali roziyallohu anhudan, qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, xoyrud davai al-Qur'an. Dorilarning eng yaxshisi bu Qur'on degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu narsani borligini mana o'zi isbotlab turibdi. Ana shu dam solgan odam shu solgan dam uchun pul olishi mumkin ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdi, to'g'ri qilsalar deyapti. Endi onavi qo'ylarda bo'linglarda, menga bir qismini beringlar deyapti. Bu o'qigan Qur'oniga emas, solgan damiga olyapti. Musibat nimada desangiz, musibat dam soldirishga kerakligiga hamma ma'qul, ammo kimga borib dam soldirish kerak? Baxshilar bor. Baxshilar bizning tilda bu baxshiga borishlik birodarlar shirk amali. Lekin hech qaysi baxshi men baxshiman demaydi. Oldiga Qur'on qo'yib oladi, tasbih qo'yib oladi. Xullas, sizni ko'zingizni quvontiradigan holatda kutib oladi. Mana endi ro'paringizda dam solaman degan odam baxshimi yoki baxshi emasmi? Farqlari. Baxshi sehrgar kasalni biron narsasini talab qiladi. Sochidan bir qirqinmi, ro'molchasimi, kiyimini bir parchasimi, shuni olib keling deydi. Yana bitta alomati, ichiga raqamlar yoki harflar, so'zlar yozilgan, 3 buklangan, 4 buklangan qog'oz beradi qo'lingizga. Yana bitta belgisi, kasalni ismini so'raydi, onasini ismini so'raydi. Yana belgilardan bittasi, siz tushunmaydigan so'zlarni aytadi. Udur qiladi, esiz yo duo emas payg'ambarimizdan sodir bo'lgan, bor. Payg'ambarimizdan ma'sum duo emas yoki Qur'on oyati emas. Udur qiladi. Ba'zida siz aytmay turib ismingizni aytib beradi. Qayerdan kelganingizni aytib beradi. Hatto mushkulingizni ham aytib beradi. Ichimdagini topdi deydi. Ixlos oshadi. Bu baxshilar, sehrgarlar jinlarni ishlatadi. Bu jinlar siz haqingizda ma'lumot yig'ib kelib, unga berib turgan bo'ladi. Yana bitta alomati, bemorga kuydirish uchun, tutatish uchun, cho'ktirib yuborish uchun, kuydirib yuborishlik uchun bir narsa beradi. Qog'ozmidi, cho'ppidi, ipidi bir narsa beradi. Mana shu ham baxshiligini alomatlardan bittasi. Ayrim holatlarda muayyan bir hayvonni olib kelishingizni talab qiladi. Xo'rozmidi, qo'ymidi. Yana bitta alomati, ba'zida ana shu kohinlar, baxshilar, sehrgarlar bemor odam borganda 3 kun yuvmay turing, bir hafta suvga bormay turing, bir oy cho'milmay turing degan shartlarni qo'yadi.
Mana shu aytilgan 8 ta va boshqa siz bilan biz bilmagan shartlar borki, shularga qarab turib, ro'paramizdagi odamlar baxshimi, baxshimasligini ajratib olishimiz mumkin. Ajib, nimaga boradi bu baxshini oldiga desiz, ishlarni yurgizib olish uchun boradi. Birodarlar, aqlimizni ishlatib ko'raylik. Agar bu sizni ish yo'llaringizni ochib yuborishi mumkin bo'lsa, sizni ishlaringizni yurgizib olishi mumkin bo'lsa, o'zinikini yurgizib olmaydimi? Sizni bergan 50 so'm, 100 so'm yana qancha beradi? Qancha beradi? Bilmaysizlarmi? Ana shu yana qimmat mashina mingan, zo'r kiyingan mansabdor odamlarni o'shanaqalarda eshikda navbat kutib turganligini ko'rasiz. Bu nimaning belgisi? Robbisini tanimaganligini, iymondan, islomdan, ilmdan uzoq ekanligini belgisi. Namozxon bo'lgan, dindor bo'lgan, dinini tushungan odam ularning eshikdagi qadamizni qilmaydi. Chunki amallarini habada bo'lib ketishidan qo'rqadi. Endi Qur'on bilan dam soluvchi, Qur'on bilan ruqiya o'quvchi kimsaning alomatlari. Odatda Qur'on suvga o'qib dam solib beriladi ishda. Suvga dam solishlik bor. Asalga dam solinadi yoki zaytunga Qur'on o'qib dam solinadi. Ikkinchidan bemorni namoz o'qiysizmi, o'qimaysizmi deb so'raydi bunaqa bir solih bir qori Qur'on o'qiydigan odam. Agar o'qimasa namoz o'qiysiz deb shart qo'yadi. Chunki Qur'on birodarlar mo'min kishilarga shifo. Alloh aytadi: "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un va rahmatun lil mu'minin." Biz mo'minlar uchun shifo va rahmat bo'lgan Qur'on oyatlarini nozil qilamiz. Kim uchun? Mo'minlar uchun shifo va rahmat. Shifo va rahmat. Shuning uchun unaqa baxshi bo'lmagan qoriga namoz o'qing deydi. Nariga namoz o'qishingizni so'ramaydi. Keyingisi, agar bunday bir solih qori bo'ladigan bo'lsa, ayol kishi bemor bo'lsa, shar'iy libosda kelishini talab qiladi. Va birorta bir mahramingiz bilan keling, yolg'iz kelmang deydi. Bu ham uni baxshimasligining bitta alomati. Boyagilarga farqi yo'q. Keyingi belgisi, agar bir tabibga, doktorga borgan bo'lsangiz, doktorga bordingizmi deydi. Natijasi nima bo'ldi deb so'raydi. Sahringiz bormi, yuragingiz og'riydimi, so'raydi bu narsani. Hamda bunday inson solih bir qori, solih ruqiyachi, ruqiya qilib bo'lganidan keyin bemorga zikrda bo'ling, Qur'on tilovatini qiling, duolarni o'qing, o'zingizni qo'rg'onlab yuring deb nasihat qiladi. Mana baxshi bilan baxshi bo'lmagan odamni bir qancha farqlari. Lekin shifo Allohdan ekanligi mo'min odamga iymon keltirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahobalari mana shunday bir voqea sodir bo'lgan. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.